mashinasiga o'sha o'rtada lat lampochka qo'shib o'rganamiz. Birinchi o'rinda farang mana bunaqa bamperga malyarni skotch yopishtirsak, farang yechib olgan payti ancha shunday oson bo'ladi, qirilmaydi. Yechmasdan qo'ysak ham bo'ladi-yu, lekin yechib qo'ysa qanday sifatliroq. Shuning uchun men yechib qo'yaman. 4 ta samarasidan adresalkani yechib olamiz. Keyin 10 volt 3 ta farang yechib olamiz. O'sha. Mana buni pastga bursak chiqib keladi. Mana buni shtegini bitta bir qo'ldaman. Mana birini bosib olib olsak chiqib keladi. Farani shunday chiqarib olamiz. Farani kuchni qilib ochib olamiz. Mana bu shtegini sekin chiqaramiz. Chiqib keladi. Chiqib kelgandan keyin mana bu simchani pastga bosib turib yo'qotamiz. Chiqadi. Lampochkani o'zinikini olamiz. Olgandan keyin mana bunday qoshiqchasini ham olamiz. Samarasini yechamiz. Qoshiqchani kengini chiqarib olamiz va uni samarasini joyiga qotirib qo'yamiz. Ular lampochkani oldik. Mana bunday qilib olsa chiqib keladi. Buni mana bu boltlarni oxirigacha yechib olamiz. Joyiga yaxshi tushishi uchun. Bu qanchalik tekis joyiga bo'lsa shuncha yaxshilari. Bunga qarab, keyin holatni o'zgartirsak bo'ladi. Ancha chapga o'ngga qilib pastga tashlasak bo'ladi. Buni xuddi shunday ham 3 ta oyoqchasini, bu yoqni ham 3 ta oyoqcha joyiga olib boramiz. 3 ta oyoqcha joyiga olib bordim. Joyiga birga to'g'ri keldi va mana birisini joyiga qo'yamiz. Shunday qilib joylashtirgan bo'lsak, ishimiz ancha yaxshi bo'ladi. Men farqlarni to'g'ri pastga qilgandim. Shuning uchun mana bu yuqoridagi boltni burab, ozroq yuqoriga ko'tarishga harakat qiladi. Shunaqa tartibda joylashtirdim. Endi buni olib kelaman. O'zi mana bu yerda yo'li bor, o'zini yo'liga shunday tiqib qo'yaman. Undan oldin mana bu 3 ta oyoqchani shunchaki nimaga tiqamiz. Hech qanaqa qiyinchilik yoki murakkab joyi yo'q. Bloklarni iloji bo'layotganidek ichkarida qoldirishga harakat qilaman. Kulturalashimiz tayyor. Qo'ygandan keyin ko'pida kabellarni ichkariga joylashtirib oldim. Bloklarini. Shuning uchun motor jigini bir ishlatib qo'yganlar ma'qul. Motor jigi yaxshilasa, demak, yopib olganimiz ma'qul. Faralarni joyiga qo'yamiz. 10 voltdan shundan boltni qo'yamiz faralar va oldidagi ablisovkani joyiga joylashtiramiz. Yonda endi kecha tamom bo'lgani uchun unchalik bilmayapti. O'chiramiz, yoqamiz. Yoqamsa like bosh esdan chiqarsa, kim uyda o'zi qo'yib yurdi, kommentariyada yozinglar. Qanaqa muammo bo'ldi? Hozircha menda muammo bo'lgani yo'q.